Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, hurmatli dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz, bizani kuzatuvchilarimiz. Mana biza hozir 2023-yil 8-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Ahmad Yassaviy tumanidamiz. Bu yerda takroriy ekinga, bug'doydan keyin ekiladigan ekinga Greenland kompaniyasi mayiz kompaniyani DMS Grono degan navini ekilgan yeriga keldik. Bu makkajo'xorimiz ekilganiga taxminan hozir 58-60 kun atrofida kun to'libdi. Makkajo'xorimizni yetirishiga hali 10-15 kun bor. Bu makkajo'xorimiz ekilgandan beri gektar hisobiga 200 kilo selitra yegan va 3-4 marta suv berilgan. Makkajo'xorimizni holati bo'yicha mana bo'y 220, standart bir tekisda 1.10da bola ushagan. Changlanishimizda inshaalloh muammolar yo'q. Har bitta poyada ikkitadan suti mavjud. Keyin nimani aytib o'tamiz? Bu gibridimiz ertaga bug'doydan keyin ekib turib, agar silis yo'nalishida ekadigan bo'lsanglar, silisda o'zini juda ham katta ko'rsatkichga ega bo'lgan gibrid. Nimaga deganda poya juda ham ingichka, har bitta poyada ikkitadan pachatka bo'ladi. Соотношение poya bilan poya misol 45% ni tashkil qilsa, 55% ni don suti tashkil qiladi. Bu degani ertaga oziqa birligimiz juda ham yuqori, juda ham maksimal darajada bo'ladi. Endi buni ichkarini kirib, ichkari holatini ham ko'rsatib chiqsak. Mana bu makkajo'xorimizning ichkari holatlari. Makkajo'xorimizni ichida mana qanaqa darajada pachatkalar ushagan. Mana fermerimiz ozgina makkajo'xoriga ozgina qurt tushirib qo'yibdilar, lekin shunda ham makkajo'xorimiz o'zini yaxshi ko'rsatib bilgan. Bu gibridimiz xudo xolasa taxminan agar don yo'nalishida mo'ljallaydigan bo'lsak, don yo'nalishida bu gibridimiz hosildorlikni 8 tonnadan boshlab 12 tonnagacha ko'rsatkichga ko'rsata biladigan gibridimiz. Ichkarida ko'ryapsizlar, har bitta poyada 2-3tadan pachatka ushagan, to'liq, hammasi to'liq. Donlari ichida to'la. Hech qaysida donda muammo yo'q. Aytib o'tmoqchi bo'lgan narsamiz, ikkinchi ekinga bug'doydan keyin foydalanish kerak bo'lgan yerlarda takroriy ekinda misol xarajati ham kam va nima deydi, maksimal darajada hosil olib turib, buni bemalol chorva silis yo'nalishida ham, don yo'nalishida ham foydalansanglar bo'ladigan gibridimiz. Bular ham o'sha aytib o'tganimizdek geliotrodniklar oilasiga mansub. Ko'ryapsiz, chap taraf, o'ng taraf hammasi ikkitadan pachatka. Hech qaysida bir dona pachatka yo'q. Hammasi ikkitadan pachatka solgan. Bu gibridimizni biza bir 3-yil mana O'zbekiston sharoitida ekib, O'zbekiston sharoitlarida sinab ko'ryapmiz. O'zini ko'rsatkichi yomon emas. O'zini urvinida 180 dan 300, 350, 400 gacha bo'lgan faoliylarni oilasida chempion bo'lgan gibridlarimiz. Endi mayiz kompaniyasiga to'xtaydigan bo'lsak, mayiz kompaniyasi juda ham seleksiyada dunyoda tanilgan kompaniyalar bilan birgalikda seleksiya bilan shug'ullanadi va sifatli urug'lar yetkazib berishda bizda juda ham birgalikda seleksionerlarimiz bilan bu yerda bizani главный direktorimiz, mayiz kompaniyani direktori bilan ham biz o'zimiz kelib, o'zimiz aylanib bizga nima navlar to'g'ri kelishini ham o'rganib chiqib, o'sha navlarni olib kirib sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Inshaalloh Greenland kompaniyasi har bitta nav ustida uzoq izlanib, uzoq ishlab, keyin dehqonlariga yetkazib berishga harakat qiladi va shu yo'nalishda bundan keyin yana ham yuqori natijalar, yana ham yuqori maksimal darajada hosil olishlarga harakat qilamiz. Maksimal hosil beradigan urug'larni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Greenland sizlar bilan birga, Greenland sifatli urug'lar olib kelishda sizlar bilan birga har doim. Rahmat.